Bir gap bo'lar. 1 yildan beri? Ziyod, to'xta, o'ldiraman. Ber, Ziyod, ber. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Ma, o'zigingni. Nima qildiysan? 1 yildan beri bitta qizga sevgingni izhor qila olmayapsan. Latta. Senga aytish osonmi? Ha? Sen birinchi qizni bunda qo'ynini ol. Qo'ynini olishga harakat qil. Qanaqa qilib? Ha. Hozirgi qizlarga romantik bolalar yoqadi. Nima qilyapsiz bitta? Kurtkangiz qani? Kiyimapman-da. Bering buni. Bering. Yuring muzlab qo'yganingizni qarang, formangizni alishtiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bayram bormi? Ha, akani aytdim-ku, Zarnigorga anaqa qilaman deb. Yig'ishlar sevgi muhabbatini, formangni kiy, ish bo'lyapti. Aka, iltimos aka, aytdim-ku sizga aka. Karam sho'rvani ko'chada qilasan. Formangni almashtir tez ishga. Tushundingmi? Zarnigor. Qaravor. Yo'q aka. Sen yaxshi ko'rgan burgerni olib keldim. Voy, rahmat. Qornim ochadi o'zi. Ham bemalol yeb olaver, o'zim qarab turaman. Suv olib kelaymi? Bo'ldi, hozir bo'ldi. Mam Ay. Bo'l. Au. Hammasi joyidami? Normalmi hammasi? Rahmat. Точно? Ha bu uzukni yeb qo'ydi. Yeb qo'ydi? Sen jinnimisan, nimaga kulasan? Yeb qo'ydi deyapman senga. 200 mingga bozorda yangi uzuk olsa bo'ladi. Ey, men uzukka achinmayapman. Bu uzukni yeb qo'ydi. Mazasi qochib qolsa nima qilaman men? O'lmaydi, buncha siqildik. Boshqa narsa o'ylab topamiz, siqilma. Ha.